Akalar Chimyonni katta bolalarning mashinasi Tiko bo'lsa, Farg'onaning katta bolalarini Gentra korteji bilan ketyapmiz. Kutib olinglar. Tikolarimiz asta-sekinlik bilan kelishni boshladi hozir. Boshlaymiz o'shanda. Araba yomon chizdi. Şimdi ko'chada aytib ketib bechora. Araba zaten rozimi? Fatma Joni. Yo'q, oson-oson so'zlar chaqiryapsan. Muzaffar. Butun dunyoda Kia bo'ldi. Bu tomondagi mashinalar O'zbekiston katta bolalar mashinasi bo'lsa, bu tomonda Tikolar esa Chimyon vadili katta bolalarini mashinasi hisoblanadi. Biz an'anani davom ettirgan holatda Chimyonda Tikochi akalarimizni yig'ishni boshladik. Avtonur zapchas magazinida bilan Chimyondagi Tikochi akalarimizni xursand qilamiz atirlarimizdan. Faza parfum berasiz, bosh homiy. Nezgili yurasiz. Navbatdagi Tikochi akalarimiz. Aka do'konimiz nomidan. Keling Faza aka. parfum berasiz, an'anani davom ettiryapti. 100 satr tarqataman degan 10 minutda emas, 20 minut o'tib ketdi. Hozir kommentariy yozib qo'ying. Qayerda bo'lsin keyingi atr tarqatishimiz. Ayol opa. Keling aka. Tarqatamiz. Tikochi akalarimiz yig'di. Endi keyingi mashina qaysi mashinalar yig'aylik? Chiroyli qilib yozib qoldirdi. Hammasini yig'ib cho'tga qilib xursand qilamiz. Mashinangizga bittasi o'zizga aka. Shunga obuna bo'lib qo'ysalaring, sizlar ham yo'llaringdan chiqib shunaqa hadiyalar bilan xursand qilamiz. Ada bajarilyapti. Podpiska bo'lish esdan chiqmasin. Ha. Turushlari ham yaxshi aka. Chimyondagilar yoqyapti. Chimyonliklar lak bosamiz. Oling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oshna Faza parfum nomidan o'zingiz sepgani hadiya. Duo qilib. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ha, ber. Keyingi mashinalarimiz nima bo'lsin? Kommentariy yozib qoldiring. Hammasini zo'r qilib adamlarning ruhda Aka, mashinalarni yig'ib xursand qilamiz.